Hamzatning ilk mag'lubiyati. UFC olami bu natijadan larzaga keldi. Hozir internetdagi eng katta savol esa bitta. Bu jang sotildimi? Ha, aynan shunday gaplar hozir millionlab muxlislar orasida tarqalmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, Telegram kanallar, Twitter va YouTube kommentariyalari bir xil gap bilan to'lib ketdi. Hamzat atayin yutqazdi. Bu UFC ssenariysi edi. Hamzat o'ziga ishonmadi, u ataylab jangni topshirib berdi. Va eng qizig'i bu gaplarni oddiy muxlislar emas, hatto ayrim jangchilar va MMA blogerlar ham ayta boshladi. Sababi juda oddiy. Biz oktagonda ko'rgan Hamzat oldingi Hamzat emas edi. Odatda ilk raundlardayoq raqiblarini bosib tashlaydigan, vahshiy temp qo'yadigan, odamlarni sindirib yuboradigan Hamzat bu safar nimagadir juda ehtiyotkor ko'rindi. Ayniqsa 3-raunddan keyin ko'pchilik bir narsani sezdi. Hamzat go'yoki jangni qo'yib yuborgandek edi. Kurash kamaya boshladi, bosim pasaydi, ko'zdagi agressiya ham oldingidek ko'rinmadi. Va aynan shu holat internetdagi fitna nazariyalarini yanada kuchaytirib yubordi. Ba'zilar UFC yangi chempion yaratmoqchi bo'ldi deyapti. Yana boshqalar esa Hamzat juda katta pul evaziga jangni berdi degan fikr ilgari surmoqda. Ammo haqiqat rostdan ham shundaymi? Yoki muxlislar shunchaki Hamzatning ilk mag'lubiyatini qabul qila olmayaptimi? Chunki boshqa taraf mutlaqo boshqacha fikrda. Ularning aytishicha bu hech qanday sotilgan jang emas. Ishonchlikdan shunchaki Hamzat uchun eng noqulay raqib bo'lib chiqdi. Kuchli kardio, tinimsiz cheplar, masofa nazorati va 5 raund davomida sinmaslik. Hamzat esa ilk marta oktagonda o'z tempida jang qila olmadi va aynan mana shu holat odamlarning u o'zi emasdi degan fikriga sabab bo'ldi. Ammo eng qiziq joyi hali oldinda. Dana Whitening o'zi ham ushbu sotilgan jang haqidagi gaplarga javob berdi. Xo'sh, aslida oktagonda nima bo'ldi? Bu Hamzatning oddiy mag'lubiyatimi yoki muxlislar aytayotgandek bu yerda kattaroq sir bormi? Jang tugashi bilan arena ichidagi atmosfera ham juda g'alati edi. Bir taraf Sean Stricklandning g'alabasini nishonlayotgan muxlislar, ikkinchi taraf esa shok holatidagi Hamzat muxlislari. Chunki ko'pchilik bitta narsani kutgandi. Hamzat ilk raundlardayoq Seanni yiqitadi, bosim qiladi va muddatdan oldin tugatadi deb o'ylashgandi. Ammo oktagonda mutlaqo boshqa ssenariy yuz berdi. Jangning ilk daqiqalarida Hamzat odatdagidek juda agressiv boshladi. U tezroq takedown qilib, Seanni panjara yonida ushlab qolishga harakat qildi. Va birinchi raundlarda ayrim vaziyatlarda ustunlik ham qildi. Lekin bu safar bir muammo bor edi. Sean Strickland sinmayapti. U doimiy ravishda oyoqda qolishga harakat qildi. Har safar turib oldi. Har safar jeb tashlashda davom etdi. Va eng muhimi Hamzatni charchatishni boshladi. 3-raundga kelib esa jang butunlay o'zgardi. Ko'pchilik aynan shu joydan keyin Hamzat o'zini tashladi, atayin yutqazyapti degan gaplarni yozishni boshladi. Sababi oddiy edi. Hamzatning bosimi kamaydi, u oldingidek xavfli kirib kelmay qo'ydi, kurash urinishlari kamaydi, stoykada esa aniq zarbalari juda ham kam chiqayotgan edi. Sean esa aksincha tobora ishonchliroq ko'rina boshladi. Uning kardiosi hali ham joyida edi, jeblar ishlayapti, masofa nazorati ishlayapti va Hamzatning yuzi asta-sekin charchoqni ko'rsata boshladi. Ayniqsa 4-raunddagi bir vaziyat internetda juda katta muhokamaga sabab bo'ldi. Hamzat bir necha soniya davomida shunchaki qarab qolgandek ko'rindi. Mana shu kartdan keyin bu normal emas, Hamzat bunday bo'lmagan, bu jangda nimadir bor degan gaplar yanada kuchayib ketdi. Ammo boshqa taraf esa buni juda oddiy tushuntirishmoqda. Ularning fikricha Hamzat ilk marta haqiqiy 5 raund bosimga tushdi. Oldingi janglarda u ko'pincha raqiblarni erta sindirardi. Bu safar esa qarshisida ruhiy jihatdan sinmaydigan, kardiosi kuchli va doimiy tempda ishlay oladigan Strickland turardi. Va aynan mana shu faktor Hamzatni odatdagidan boshqacha ko'rsatdi. Ammo eng qiziq holat jangdan keyin yuz berdi. Dana White'dan matbuot anjumanida to'g'ridan-to'g'ri so'rashdi. Muxlislar bu jang sotilgan deyapti, bunga nima deysiz? Dana White esa bu savoldan keyin kulib yubordi va juda qisqa javob berdi. Yigitlar, siz MMA'ni tushunmayapsizlar. Aslida Dana aytgan gapda jon bor edi. Chunki jangni sovuqqonlik bilan tahlil qilinsa, bu jangda sotilgan jang ekanligini ko'rsatadigan aniq dalillar deyarli yo'q. Aksincha, oktagonda juda oddiy, lekin juda muhim bir narsa yuz berdi. Hamzat ilk marta o'ziga juda noqulay raqibga uchradi. Ko'pchilik bir narsani unutmoqda. Hamzatning oldingi janglarida u deyarli har doim raqiblarini o'z tempiga majbur qilardi. U birinchi raunddayoq bosim berardi, takedown qilardi, raqibni charchatardi va psixologik jihatdan sindirib tashlardi. Lekin Strickland butunlay boshqa tipdagi jangchi edi. U vahimaga tushmadi, kurashdan qochmadi, Hamzatning bosimidan qo'rqmadi. Hamzatning qarshisida bu safar sinmaydigan odam turdi va odamlar shu holatni ko'rib, "Yo'q, bu normal emas, demak sotilgan" deyishni boshlashdi.
Lekin aslida sportda bunaqa narsalar juda ko'p bo'ladi. Masalan, kuchli nokautchi jangchi bo'lishing mumkin, ammo seni kardiosi kuchli va bosimga chidamli raqib neytrallab qo'yishi mumkin. Bu sotilgan degani emas, bu stillar to'qnashuvi. Shon Strikland aynan Hamzat uchun eng noqulay stillardan biri bo'lib chiqdi. Jang davomida Hamzat bir necha bor kuchli kirishga harakat qildi, lekin har safar juda ko'p energiya sarfladi. Agar jang haqiqatdan ham sotilgan bo'lsa, Hamzat nega yuziga bunchalik zarar oldi? Nega oxirigacha haqiqiy urush bo'ldi? Nega hakamlar qarori 2 ga bo'lingan darajasiga yaqin chiqdi? Atayin yutqazadigan jangchilar odatda bunaqa xavfli urush qilmaydi. Bundan tashqari Hamzat uchun bu mag'lubiyat juda katta risk. Chempionlik ketadi, reputatsiya zarar ko'radi, 0 mag'lubiyatlik rekord buziladi va kelajakdagi katta pulli janglarga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun ko'pchilik ekspertlar bitta fikrni aytmoqda. Bu sotilgan jang emas. Bu Hamzatning faoliyatidagi eng qiyin, uslubiy noqulay raqib va ehtimol aynan shu mag'lubiyat uni yanada kuchliroq qaytaradi. Chunki haqiqiy chempionlar yutganida emas, ilk mag'lubiyatidan keyin qanday qaytishida bilinadi. Va menimcha kommentlarda jang sotilgan deb yozayotganlarning katta qismi MMA'ni chuqur tushunmaydigan yoki boshidan Hamzatning mag'lub bo'lishini kutib yurgan negativ odamlardir. Chunki haqiqiy MMA'da bunaqa holatlar bo'lib turadi. Har qanday dominant jangchi bir kun kelib juda noqulay raqibga duch keladi. Bu mag'lubiyat Hamzatning tugaganini anglatmaydi. Aksincha menimcha u bundan keyin yanada xavfliroq qaytadi. Habib Nurmagomedovni eslang, u ham doim bitta narsani aytardi. Haqiqiy jangchi yiqilganidan keyin qanday qaytishi bilan bilinadi. Hamzat hali ham diviziondagi eng xavfli jangchilardan biri bo'lib qolmoqda va katta ehtimol bilan bu mag'lubiyat uni yanada kuchliroq qiladi. Revansh jangida Hamzat Chimayev qaytib kelib, Shon Striklanddan mag'lubiyat uchun o'ch ola oladimi? Eng qizig'i, Hamzat bu mag'lubiyatdan keyin ham divizionni tark etmasligini aniq aytdi. Uning fikricha bu hali yakun emas. Hatto Hamzatning o'zi ham Assalomu alaykum Vedri. Sen tayyor bo'lganingda revansh albatta bo'ladi degan bayonot bilan post yozdi. Endi esa butun MMA olami bitta savolni muhokama qilmoqda. Agar ikkinchi jang bo'lsa, Hamzat Shonni yutadimi yoki Strikland yana uning eng katta muammosiga aylanadimi? Fikringizni kommentda yozib qoldiring. Videoga like bosishni unutmang va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Tahlil MMA kanalida keyingi videolarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr.